yaxshi kishining yomon kuni bo'lmaydi. Chunki uningga nisbatan yomon kunningmi, yaxshi kunningmi ma'nosi o'xshash bo'ladi. Haqiqiy eski odamlar qo'rqinchli emas. Eng qo'rqinchli bo'lgani yaxshi qiyofatga kirib olgan nachar odamlardir. Haqiqiy huzur minnatdor bo'lishni bilgan odamda bo'ladi. Esillikni yoqtiruvchilarimiz. Halbuki bu yerdagi esillik hargizmi kibr emasdir. İnsanның nafsi tuzluq suvga o'xshaydi. İchgan siri ustutdi. Qayg'ularing har qancha cho'nqur bo'lsa-mu, esdashlikni kutma. Chunki esdashlik masxirnimi o'z ichiga olgan bo'ladi. Qanimizda shundoq bir qimmatli fazilat bor. U bo'lsa-mu ko'ngil ayash. Bu kunlar sabrnila sinaydigan emas, balki atrofingdagi mehrlarnimi sinaydigan kun bo'ldi. Gözün külse gönül külmey, hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her kimler, elem kelmeyice başka. Hayatta her nefes nimet, umtetülür hikmet. Ömür şirin öter daim, kanaat bulsa sana hemrah. Süyüpsünlerni yaşaşqa, inatlık gevhri kalbi, yigit kız bağımı asraşqa. İnatlık gevhri kalbi, yigit kız bağımı asraşqa. Kerindaş bağımı asraşqa.